Nexia 3 ni avtomat korobkasidan qidirib yuribsizlar. Mana sizlarga zo'rdan Grand Avtoga olib kelib qo'ydim. 1920-21 masazlar 22sidan polni navorotchalar qilingan, Cobalt diskachalar, propan gazlari ham bor. Kraska idealni, top toza, xohlagan ustalaringizni ko'rsa boshlaysiz mumkin. Bosh to'lovni hech bilaysizlarmi? Azlar faqat Grand Avtoga bunaqa narxlar berdi. Ataki $1200 va bitta pasport bilan shu mashinamizni bemalol olib ketishingiz mumkin. Mashina idealni holatda turibdi, oxirgi yilga ishlab chiqarilgandan. Cobalt diskachalar taqilgan yangi holatda turibdi. Yangi balonchalarda mashinamizning salon holatiga diqqat bilan e'tibor beringlar. Pachka holatda siznlar yangi holatda turibdi. Mashinamizning yurgan masofasi azizlar 60 mingta, o'ziniki halol, probek, kraska masalasini xohlagan usulingizga ko'rsatib bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, bagaj holatiga keladigan bo'lsak azizlar, zapaskalari bor, damkarat kurushlari bor, propan 4-paketli gazlar ham taqib qo'yilgan. Nexia 3 qidirib ishlar mazlar, mana sizlarga zo'r imkoniyatcha Grand Avtoga olib kelib qo'ygan manasir. Savollaringiz bo'lsa bemalol batafsil pastdagi raqamlarga telefon qiling. Bu videoni Nexia 3 ni zo'rdan qidirib yurganlarga yuborib qo'yinglar azizlar. Agar sizlarga sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol bizning ofisga olib kelishingiz mumkin. Yaxshi, insofli narxlarda sotib olamiz azizlar. O'zingizni asrang, sog' bo'ling.